Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Ixlosga YouTube kanalimizning hurmatli tomoshabinlari va kanalimiz mehmonlari. Xudo xolasa yana bitta shohona fasondagi temir so'rimizni Xudo xolasa O'zbekistonda yangilik endi birinchisini yasab shu joyga olib kelinyapti Xudo xolasa. Bu so'rimizni Farg'ona viloyati Oltiariq tumaniga olib kelib, o'z xonadonlariga Xudo xolasa chiroyli qilib ustanovka qilib beramiz. Videoni oxirigacha ko'rsalaring, qanaqa yig'ilishi, taxtalari, materiallari to'liq sizlarga ma'lumotini beramiz. Kanalda yangi bo'lsalaring obuna bo'lish, bittadan like tugmasini bosib qo'yish eslangdan chiqmasin. Qanaqangi fikrlaring bo'lsa kommentariyaga yozaverasizlar. Sizlarga ham shunga o'xshash shohona so'rlar, undan tashqari choyxona dislarimi, tapchan dislarimi va temir darvozalar kerak bo'lsa ham ekrandagi raqamlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Bo'lmasa biz so'rimizni yig'ishni boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Aziz yurtdoshlar, Xudo xolasa so'rimizni bir qator yig'ishni boshladik. Oxirigacha ko'rsalaring, yig'ish ham unchalik qiyin emas. Juda ko'pchilik o'sha Qashqadaryodan, Surxondaryodan chiqib ketyapti turgan so'rlarimizni yig'ishga qiynalishyapti. O'shaning uchun sizlarga biz bir qator shu oson yo'llarni sizlarga ko'rsatib beramiz. Mana shunday holatda bo'ladi. Salafallab, shunaqa stretchlab jo'natamiz. Xudo xolasa chiroyli holatda sizlarga O'zbekiston bo'yicha yetkazib beraveramiz. Faqat Qoraqalpog'istonga Nukusgacha dastavka qilib beramiz. Nukusdan o'zlaring olib ketib olasizlar. Qolgan joylarga, xonadonlaringizga kirib borishini ta'minlab beramiz, Xudo xolasa. Razmerimiz Xudo xolasa 2,5 ga 3 bo'lgan. Ko'rishlar mumkin, lazerli, hamma kichkina joylarigacha oldi ko'rinishlarni lazerdan qilib berganmiz. Bu taraflari ham shunaqa. Tepada suyanadigan joylarni qilib berdik, o'ziga yarashgan holda bo'ladi. Kraskalari ham o'rtalari boshqacha gullardan qilingan, lazerlarimiz o'sha qalin lazerlardan qilib berilgan Xudo xolasa. Qaysi tarafdagi ekan bunisi? Ha, bu tomonda ekan, bu tomondagi ekan. Qo'yinglar ishga. Tormoz bosilganmi? Bo'ldi. Sal bu tarafga etkib olaylik. Odiljon. Ana shu yerga. Hoji bova, mana shuni videoga olib turing endi bizni. Ha, unisini ham. Sal ko'taring-da. Qani? Bo'ldi, u tomonga uchiga o'tin. O'zi bir tarafda akanikini qo'yib ushlab olsangiz yaxshi bo'ladi. Odiljon o'tin. Bo'libdan olib kelib bitta qotirib qo'ysangiz. Olib keling, yaqinroq ko'rsatib qo'ying. Olib kelavering. Operatorimiz Xudo xolasa bitta jiyanimiz ushab turibdi. Uncha videoni kamchiliklariga ayibga buyurmaysizlar. 4 ta shunaqa gaykasi bo'ladi, shunga o'xshab qotirasizlar, Xudo xolasa. U tarafda ham, bu tarafda ham xuddi shu ikkita bolt gaykasi ushab turadi. G'ildiraklari hammasi tormozli bo'ladi. Bering. 4 ta g'ildiragi bor, g'ildiraklari hammasi tormozli bo'lgan. Mana bunga o'xshab qotiriladi mana. Hozir bu tarafni qotirib olsin-da, shoshmay turing. Azizbek, sal tushib ketmaydigan qilib olsin. Olib keling unisini ham bitta ushatib qo'yinglar, chiqib ketib qolmaydi, Xudo xolasa. Bo'ldi, u tarafni qo'yaveringlar. Bu taraf tushdi, endi u tarafni solasizlar. Mana shunday holatda mana yig'iladi. Astoydil bo'lsa 2 kishi 3 kishi 10 minutga qolmay yig'ib qo'yadi. Buni faqat taxtasini tashashda o'sha go'nasiga metr bo'lsa, shunda bu burchakdan bu burchagini metrini go'nyasini ko'rib olib turib tashlasalar, taxtasi oson tushadi. Taxtani olasizlar, keyin lagasini tashlaymiz, a. Birinchi qotirib olaveringlar, oxirigacha keyin go'naga qo'yib qo'yamiz. Mana umumiy ko'rinish akalar. G'ildiragi hammasi tormozli, bosib qo'ysalar hech qayerga ketmaydi. G'ildirak tormozini ko'tarib qo'ysalar, bitta mana shunga o'xshagan uylaringda yosh bola ham, 3 yosh, 4 yosh, 5 yosh bolalar ham bir o'zi bu tarafga olib yuraveradi. Xudo xolasa ko'pchilik chaqirib ko'tarish shart emas. Yurtdoshlar, lagalari ham har bittasiga bittadan oyoq qo'yib chiqilgan. Alohida 4 ta stoykasidan tashqari bu lagalarda ham bittadan oyoq qo'yiladi. Ozgina aspaldan zazor qo'yib qo'yiladi. O'sha bitta taxtachadan bitta qo'yib qo'ysalaring, Xudo xolasa o'rtaga o'tirganda ham hech qanaqa bir ziyoni tegmaydi, baquvvat holatda bo'ladi. 4 ta o'ziga moslab 4 ta qo'yilgan.
Kimdirlar 2 ta 3 ta ham qo'yyapti. Biz 4 ta qo'yib, har biriga lekin oyoq qo'yamiz, xudo xolasa. Bu alohida mana bu stoykalarga qo'shimcha hisoblanadi. Endi bitta go'niga qo'yib turib, taxtashini tashlaymiz, xudo xolasa so'rimiz tayyor bo'ladi. Taxtalari ham 2 ga bo'linadi, xudo xolasa. Yonidan ushlaysizlar, ha? Aziz yurtdoshlar, xudo xolasa ustanovkasini tugatdik. Mana oxirgi boltlarimizni qotirib bo'ldik. Tormozlar bosilmaganmi Azizbek? Yo'q. Mana shunday holatda bo'ladi. 2,5 ga 3 razmerda qilganmiz, xudo xolasa. Razmeri 2,5 ga 3 razmer bo'lgan. Stoykalar 10 ga 10, hammasi o'sha 1.7 lik, taglari 8 ga 4 1.7, tepalari 6 ga 4 1.7. Mana bu lazer joylari o'sha 1.9 lik listi lazer gulda oborib kestirib kelib qo'yilgan, ustiga dugalargacha qo'yib berganmiz. Xudo xolasa g'ildirak, 4 ta g'ildirak qo'yilgan, tormozli. Xolagan joylaringga bemalol olib yursalang bo'laveradi. Ko'pchilikni chaqirib olish shart emas. Razmer 2,5 ga 3, 10 kishi, 8 kishi xotirjam o'tiraveradi. Narxi shu holati O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bilan 6 million so'm vodiyda o'ziga bo'lsa kelishiladi. Aloqaga chiqaverasizlar, ekranda raqamlarimiz bor, xudo xolasa.